Assalomu alaykum hurmatli svarshik do'stlar va stopida kuzatib turgan do'stlar. Ustaxonamizdagi navbatdagi svarka apparati obzori remont davom etadi. Aynan uragan svarka apparatini qanday ishlatish kerakligini maslahat berib o'taman. Ko'pchilik Oybek aka tez buzilib qolyapti deydi. Aynan shu apparat haqida bugun batafsil ma'lumot beraman. Uyga olsa bo'ladimi, ishlatib yursa bo'ladimi degan savollarga javob beraman va svarka apparatlar haqida ham mavzuni qilib ketaman. Xudo xolasa tez orada yana laboratoriy shitlarimiz tayyor bo'lmoqda. Yig'amiz, tayyorlaymiz va apparatlarni professional darajada tekshirib mijozlarimizga, do'stlarimiz, svarshik do'stlarimizga ushbu apparati buzilmasdan chiroyli ispitidan o'tkazib, chiroyli sifatli remont qilishga harakat qilib, ana chiroyli nima deydi, laboratoriy shitlarimizni qo'yishni, sunuka qilishni boshlaymiz. Tez orada bo'ladi. Ungacha ishimizni qilib turamiz. Do'stlarimiz kutib qoladi. RC 350 svarka apparat qanday? Do'stlar qaranglar, bunda ko'pincha kamdan kam holatda tranzistor yoki chiqishda diodli shotkalar bo'ladi. Как раз bu apparatni ko'pchilik do'stlarimiz chiqish kabilarini uzun qilib olishadi. Uzatilgandan keyin aynan shu apparatni chiqish ikkita diodli shotkasi bo'ladi. To'g'ri promoy kelib turib shunga ulanadi. Kuyib oladi, tez kuyadi. Nimaga? Chiqishda держание ko'pchilik uzaytirib oladi. Masalan, 2 elektr ushlatgan bo'lsangiz 3 likka, 3 bo'lsa 4 likka o'tib qoladi. Nagruskani hisobiga ham o'tib qoladi. Shuning uchun bu apparatni держание kablini cho'zmasdan o'zini standarti bo'yicha ishlatgan ma'qul, keyin elektron iloji boricha uzib ishlatgan ma'qul do'stlar. Uragan RC 350. И bunda мягкий запуск qanday? Impulsli transformatordan olinadi. Impulsli transformatordan olinadi, relay tizimi yo'q. Zapusk boshqacha ketadi bunda. RC 350. Lekin ko'pchilik do'stlar ishlatib yurishadi. Sexlarda ham boshqa joyda ishlatib yurishadi. Iloji boricha apparatni do'stlar ichini tozalab turinglar. Ichini tozalamasalaring uzoqqa bormay отказ qilaveradi. Ichini очистка. Hozir har bitta apparatda men har doim ustini ham tozalaymiz, ichini ham tozalaymiz. Nimaga? Usti ham strushka, ichi ham strushka bo'lib ketgan bo'ladi mana. Strushka apparatni kuydiradi. Deydigan bo'lsak, o'sha ichini очистка qilib turinglar. Hozir remontini qilaman. Qancha tuk berishini ko'rsataman. Tez orada yana stobida legendariy obzorlar bo'ladi. Xolasa apparatlarni ispitat qilib, past tokda ishlaydimi, yo'qmi, baland tokda qanaqa qoladi, yoqishlari qanday, hamma yo'g'ini ispitat qilib do'stlar, tekshiruvdan qilyapmiz xudo xolasa. Past tokda ishlaydimi, yo'qmi, yoqishi qanday, mягкийmi, запуск qanaqa, shlak qiladimi, yo'qmi, shularda iloji boricha sizlarga svarshik do'stlarimizga apparat tanlashda obzorlarni qilib qo'yib beraman do'stlar. Xudo xolasa tez orada yana kuzatib turinglar Ustobeda. Har doim Ustobeda yangiliklar bo'ladi do'stlar. Ustobeda o'qib bormasdan laykni bosib, kommentariyaga o'zlaringizdagi svarka apparat nomini yozib qo'yinglar. Instagram kanalimga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Ketik bu apparatni hozir remontini qilib ko'rsataman sizlarga. Asosiy diodlar kuyib qoladi. Diodning shotkasi kuyib qolgan. Hop. Zapchastlar mana xudo xolasa hamma zapchastlar bilan bor. Tak, hammasi original. Tak. Faqat zakazga keladi do'stlar bu narsalar. Bitta original birinchi sort. Hop. Hamma zapchastimiz bor xudo xolasa. Do'stlar. Buni hozir remontini qilaman. Hamma zapchastlar. Hop, xudo xolasa. Hop. Uragan RC 350 remont qilib turib, qancha to'kashlarni ko'rsataman sizlarga. Hop, uragan apparatimiz
tayyor bo'ldi. Tok berishlarni podjiglarni ko'ramiz. Podjiglarni tok ochamiz. Ochamiz. Podjigimiz bor. Tokimiz bor. Yoqishlari yaxshi, 80-90 amper xullas tok beryapti. Yaxshi, 100 amper tok beryapti. Uragan apparatimiz. Hop. Do'stlar, mana Uragan 150 ja professional emas. Tok berishlari 100 amper tok beryapti. Hozir iloji bo'lsa bir yoqishlarini tekshirib ko'ramiz. Hop, apparat yoqamiz, mana tekshiramiz. Yangi svarshi. Urin baland juda ham. Qarang. Yaxshi. Ikkili elektrod bu. Do'stlar, mana Uragan 250 chiroyli tarzda remont bo'ldi. Egasiga xudo xolasa yaxshi xizmatlar qiladi. Yana jarayoni tugaadi. Stoyga obuna bo'linglar do'stlar. Kanalimizga obuna, kommentariy bilan istiqbolga qarab Asabsiz qiymatcha bor, obuna bo'lib, sizga videoni qilib qo'ng'iroq qilib, men apson qo'ydim, sizlar birinchi xabardor bo'lasizlar. Hoşça kal.